Bugungi videoda sizlar bilan DC'ning eng kuchli qahramoni Superman, Marvelning eng kuchli anti-qahramoni Sentriga qarshi chiqadi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar MyFilm News kanaldasizlar. Agar tayyor bo'lsanglar, bugungi qiziqarli battleimizni boshladik. Sentri va Superman. Ular ikki olamning eng kuchli personajlari hisoblanadi. Superman quyoshdan kuch oladi, ucha oladi, super tezligi bor, muzlata oladi, super ko'rish qobiliyatiga ega, super eshitish, kuchli zarbalarga chidamli, regeneratsiyasi juda yuqori, qarimaydi, telepatik va miya hujumlariga chidamli, quyoshdan kuch to'plab, yorug'lik ota oladi. Sentri esa cheksiz energiya va kuchga ega. Cheksiz super kuch, uchish, super tezlik, chidamlilik, juda ham zo'r, regeneratsiya, qo'llaridan va tanasidan foton energiya chiqaradi, molekulalarni boshqara oladi, teleportatsiya qila oladi, koinot darajasidagi yuvuzlarni bemalol yenga oladi va unda Void ham bor. Kuchlarni qisqacha aytib o'tdim. Endi esa battle boshlaymiz. Jismoniy kuch. Superman kuchni quyoshdan oladi. Komikslarda sayyorani ko'targan, Hulk darajasida kuchli, ba'zida undan ham kuchli bo'ladi. Sentrida esa millionta quyosh kuchi bor. U Hulkdan ancha kuchli, uni yenga oladi. Komikslarda Thor va Aresni yengan, kuchi cheksiz, umuman tugamaydi, limit yo'q. Superman esa charchaydi, jarohatlanadi. Sentridan ko'ra Supermanga zarar yetkazish osonroq. Buning yo'llari ko'p. Birinchisi kriptonit, ikkinchisi oilasi. Sentrida esa oila yo'q, zaif tomoni yo'q. Bittagina zaifligi bu Void. Buni zaiflik deb bo'lmaydi, chunki agar Superman Sentri bilan jang qilayotganda Void yuvansa, Supermanga juda qiyin bo'ladi. Kuch bo'yicha Sentri kuchli va hisob 1-0. Tezlik bo'yicha men ikkalasini teng degan bo'lardim. Ikkalasi ham yorug'lik tezligida harakatlanadi va komikslarda ular yorug'lik tezligidan ham tez deyilgan. Superman Flash'dan keyingi DC'da eng tezkori, Marvelda esa tezkorlar ko'p. Sentri ular orasida bor. Sentri bir vaqtning o'zida ikkita uchta joyda paydo bo'la oladi. Bu telepatiya. Supermanda esa telepatiya yo'q. Tezlik bo'yicha uzoqga Superman tezroq, lekin yaqin masofadagi janglarda Sentri tez. Men o'zim ko'rganimni gapiraman. Balki komiksida uzoqligi ham yaqinligi ham Sentri tezdir va Sentri telepatiya ham qila oladi. Tezlik bo'yicha ularni teng deb hisoblayman va hisob 2-1. Chidamlilikka keldik. Superman yadro portlashiga, qora tuynukka, ko'plab kosmik hujumlarga bardosh bergan bo'lsa ham, uni jarohatlasa bo'ladi. Kriptonit bilan Sentri ham juda chidamli. Unga zarar yetkazish uchun oldin uning foton energiya himoyasini va hujumini teshib o'tish kerak. Sentriga zarar yetkazib bo'lmaydi. Hech qaysi qurol uni o'ldira olmaydi, jarohatlay ham olmaydi. Sentri Kapitan Marveldan kuchli. Kapitan Marvelga kuch toshi bilan zarba berilganda hech nima qilmagan edi, lekin ta'sir qilgan edi. Sentriga esa ta'sir ham qilmaydi. Xullas Sentrini hech nima bilan jarohatlab bo'lmaydi. Jarohatlaganda ham u molekulyar darajada tez tiklanadi va o'lmaydi. Superman esa molekulyar darajada emas, oddiy tez tiklanadi, lekin uni kriptonit bilan jarohatlab o'ldirish mumkin. Shu uchun tizamlikda Sentri g'alaba qozondi va hisob 3-1. Regeneratsiya, ya'ni tiklanish. Superman juda tez tiklanadi, lekin to'liq katta jarohat olsa o'ladi. Buni Batman Supermanga qarshi filmida ko'rganmiz. U o'lganda. Sentrida esa tiklanish juda tez, molekulyar darajada tez tiklanadi. Sentri molekulyar tiklangani uchun o'limdan qaytgan holatlari ham bo'lgan, ya'ni o'lgan bo'lsa ham tez tiklanish tufayli tirik qolgan. Regeneratsiyada ham Supermanda Sentri tezroq va yaxshiroq tiklanadi va regeneratsiyada ham Sentri g'alaba qozondi. Hisob 4-1. Energiya hujumi va kuchi. Energiya ikkalasida ham bor. Superman quyoshdan kuch oladi. Sentrida esa millionta qushning energiyasi bor. Tasavvur qilsizlarmi? Superman bitta quyoshning nuridan kuch olib, kuchga to'ladi va o'zini tiklaydi. Sentrida esa bunaqa quyoshdan millionta bor. Superman ko'zidan lazer otadi, flashi har qanday narsani muzlatadi. Sentri esa foton kuchi bilan narsalarni boshqara oladi va o'ziga ola oladi. Mana bu jangda u qizil askarni uchirib, yana qaytaryapti. Uzoqdagi narsalarni boshqara oladi. Xuddi Thanosning jangchisidek. Supermandan ko'ra Sentrida energiya kuchi ko'proq. Shu uchun balni Sentri oladi va hisob 5-1. Jang tajribasi Supermanda yaxshiroq bo'lsa ham, Sentri qo'lini siltasa, dushman uchib ketadi. Supermanning jang qilishi Sentrinikidan yaxshiroq, ko'p usullarni biladi. Sentri ham yomon emas, lekin jang qilishda Superman yaxshiroq va
Jang tajribasida Superman kuchli va ballni Superman oladi. Hisob 5-2. Supermanda God mod bor, ya'ni eng kuchli versiyasi. Bu versiyada bo'lsa ham Superman Sentry'ni yenga olmaydi. Agar Supermanning eng kuchli God modiga kirsa, Sentry Void holatiga o'tadi. Baribir Sentry yutadi va Sentry Void darajasida koinotni yo'q qila oladi. Supermanning ustunligi juda kuchli mashq qilgan jangchi. Kriptonitdan boshqa zaifligi yo'q. Juda tezlik bilan turli sayyoralarda urush olib borishi mumkin. Sentryning ustunligi million quyosh kuchi, energiya portlashlari orqali butun hududni yo'q qila oladi. Void bilan birlashsa yengilmas jangchi bo'ladi. Regeneratsiyasi cheksiz, molekuladan tiklanadi. Psixologik kuch, teleportatsiya, o'lchamlararo sevuvchanligi bor. Agar real jang bo'lsa, kim g'olib bo'lardi? Birinchi versiya oddiy Sentry, oddiy Supermanga qarshi. Jang uzoq davom etadi. Superman strategik jihatdan kuchliroq bo'lsa-da, Sentryning regeneratsiyasi va energiya portlashi uni ustun holatga keltiradi va bu kuchga Superman dosh bera olmaydi, charchaydi. Sentry esa cheksiz energiya tufayli charchamaydi. G'olib Sentry 100% qilib oladigan bo'lsak, 60-70% Sentry g'olib, 30-40% esa Supermanga tegishli. Ikkinchi versiya Void bilan Sentry, Supermanning God modi, ya'ni eng kuchli versiyasi. Ikkalasi ham xudolik darajasiga chiqadi. Bunday jangda natija sayyorani yo'qotish bilan tugashi mumkin. Biroq Sentryning cheksiz energiya chiqarishi va molekulyar tiklanishi uni uzoq muddatga ustun qiladi. Superman kuchli God mod bo'lgani bilan Sentryning energiyasiga baribir kuchi yetmaydi. G'olib Sentry. Cheklangan hollarda Void va Bob kelisha olmaganda Superman yengishi mumkin. Bu battleimiz 5-2 hisobda Sentry g'alaba qozondi. Real jangni ham u yutdi. Videoni reklamadan so'ng davom ettiramiz. Sizlar YouTube kanal ochdinglar va videolar qo'yasizlar. Videolarga previewlarni ham o'zingizlar qilib, logo bannerlarni ham o'zingizlar qilgansizlar va videolaringizlar ko'pmas, kam prosmotr oldi. Nima uchun? Birinchidan, sifatsiz preview. Odamlar sizlarning videolaringizni ko'rishdan oldin ustiga, rasmiga, tekstiga qarashadi va sizlarga hozir ikkita rasmni ko'rsataman. Ikkalasi ham bitta filmning videosi, lekin previewlar har xil. Va mana sizlar albatta o'ng tarafdagisini tanlaysizlar, ya'ni buni. Chunki bunda personajlar to'g'ri joylashgan va tekst to'g'ri yozilgan va preview zo'r chiqqan. Agar sizlarga ham sifatli va tez zakazlarni tayyorlab beradigan dizayner kerak bo'lsa, men sizlarga Muhammadillo dizayneri tavsiya qilaman. Muhammadillo dizayner preview, logo, avatarka, banner, xullas dizaynerlik qiladigan hamma ishlarni qiladilar va muomala zo'r. Agar previewni o'zgartirish kerak bo'lsa ham, yo'q demasdan o'zgartirib beradilar. Men Muhammadilloning telegramlarini opisiyaniyada qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz berishingiz bo'ladi. Agar battle qiziq bo'lgan bo'lsa, tez orada Vanda va Thor bilan ham Sentryning battle videosi chiqadi. Siz Sentry bilan kema battle qilishni xohlagan bo'lardingiz, kommentariyada yozib qoldiring. Momaqaldiroqlar filmini o'zbek tilida va yuqori sifatda Film News kino kanalidan tomosha qilishingiz mumkin. Superman ishtirok etgan barcha filmlar ham kino kanalda bor. Kino kanal silkasi opisiyaniyada bo'ladi. Kino yangiliklarni har kuni va muntazam Film News asosiy kanaliga tashlab boriladi. Agar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, hozircha xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha. I'm Bob. You thought you were gonna be some great saviors? Can't even save yourself.